Assalomu alaykum. Men Pedagogika psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 2-kurs talabasiman. Men bugun maxsus pedagogika, maxsus psixologiya fanidan tayyorlagan taqdimotim haqida yoritib bermoqchiman. Mavzularimiz eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning sezgi va idrok xususiyatlari. Reja. Birinchi rejamiz eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning sezgi organlari faoliyati. Ikkinchi rejamiz eshitishda nuqsoni bo'lganlar idrokining xususiyatlari. O'quv faoliyatida sezgi va idrok xususiyatlarining ahamiyati. Birinchi rejamiz haqida eshitishda nuqson bo'lgan shaxslarning sezgi organlari faoliyati. Sezgi organlari inson organizmining tashqi va ichki muhitdagi axborotlarni qabul qilib, miya orqali qayta ishlashga xizmat qiladigan eng muhim tizimlardandir. Ular yordamida inson atrof muhitni anglaydi, hodisalarni tahlil qiladi va harakatni muvofiqlashtiradi. Eshitish a'zosi bu sezgi tizimining asosiy qismidir va uni yo'qotish yoki zaiflashuvi inson faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ammo inson organizmi juda moslashuvchan bo'lib, eshitish nuqsoni paydo bo'lgan boshqa sezgi organlari faolroq ishlay boshlaydi. Bu holat kompensator rivojlanish deb ataladi. Eshitishda nuqsoni va uning umumiy ta'siri. Eshitishning tug'ma yoki orttirilgan nuqsonlarini insonning nutq rivoji, psixologik faoliyati, ijtimoiy moslashuvi va sezgi jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa erta yoshda eshitish imkoniyatining yo'qolishi ko'rish, teginish, harakat va boshqa sezgi faoliyatining kompensator kuchayishiga olib keladi. Eshitmagan shaxslar ko'proq vizual va kinestetik yo'nalishda axborot qabul qilishadi. Ko'rish organining faoliyati. Eshitmaydigan shaxslar uchun ko'rish sezgisi asosiy axborot manbasi hisoblanadi. Bu shaxslar imo-ishoralar, lablarning harakati, yuz ifodalari, tana tilini diqqat bilan kuzatib, ular orqali aloqa o'rnatadi. Vizual idrok quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi. Ko'z harakati, diqqat va kuzatuvchanlik yuqori darajada rivojlanadi. Ko'rish orqali so'zlar, tushunchalar va harakatlar tezroq o'zlashtiradi. Tasvirlar, grafiklar, rang va shakllar bilan ishlash qulay bo'ladi. Ta'limda ko'rgazmali vositalar, slaydlar, rasmlar, piktogrammalar katta ahamiyatga ega. Teginish sezgisining rivojlanishi. Vestibulyar apparati muvozanatni ushlab turish, harakatni boshqarish, fazoda yo'nalishni anglash uchun mas'ul tizimdir. Eshitish apparati ichida joylashgan bu sistema ba'zida eshitish nuqsoni bilan birgalikda zaiflashgan bo'lishi mumkin. Kinestetik vestibulyar sezgilar harakatining muvozanati. Vestibulyar apparati muvozanatni ushlab turish, harakatni boshqarish, fazoda yo'nalishni anglash uchun mas'ul tizimdir. Eshitish apparati ichida joylashgan bu sistema ba'zida eshitish nuqsoni bilan birgalikda zaiflashgan bo'lishi mumkin, lekin aksariyat hollarda harakatlarni ko'z bilan boshqarish qobiliyati kuchayadi. Fazoda yo'nalishni anglashda teginish, ko'rish va eshitilgan signallar o'rnini ko'proq ko'rish va harakat eslaydi. Bunday bolalarda jismoniy mashg'ulotlar, muvozanat o'yinlar, yoga, suzish kabi o'yinlar tashkil etiladi. Ikkinchi rejamiz eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning idrok xususiyatlari. Idrok bu tashqi olamdagi obyektlar va hodisalarni to'g'ridan-to'g'ri sezgi orqali yaxlit obraz sifatida aniqlash jarayonidir. Inson idrok bevosita sezgi organlariga bog'liq bo'lib, bu jarayonda eshitish, ko'rish, teginish, hid va ta'm sezgilari ishtirok etadi. Eshitish nuqsoniga mavjud bo'lgan shaxslarda eshitish idroki cheklanganligi sababli boshqa sezgi a'zolarida idrok turlari kuchayadi. Shuningdek, idrok qilish jarayonida o'ziga xos psixologik xususiyatlar namoyon bo'ladi. Eshitish idrokining buzilishi va uning oqibatlari. Eshitish imkoniyatining yo'qolishi,
nutqidagi idrok qilishga salbiy ta'sir qiladi. Ovozlar, tovushlar, musiqa, nutq ohanglari haqida tasavvur bo'lmaydi yoki juda cheklangan bo'ladi. Vaqt, ritm, ohangi tafovutlarini idrok etish zaiflashadi. Bu holat boshqa sezgi asosidagi idrok shakllarining faolroq ishlashini talab qiladi. Ko'rish idrokning o'ziga xosligi. Eshitmaydigan shaxslar ko'rish idroki orqali nutqning vizual belgilarini, lab harakatlari, yuz ifodasi, imo-ishora tushunadi. Taktil va kinestetik idrok xususiyatlari. Eshitish nuqsoni bo'lgan shaxslar teginish va harakatlar orqali ham axborot oladi. Teri sezuvchanligi rivojlangan bo'ladi. Obyektning shakllari, materiallari, sirtidagi o'zgarishlar yaxshi farqlaydi. Harakatlar ketma-ketligi his qilish orqali tushunchalar hosil qiladi. Bu xususiyatlar ayniqsa ko'zi ojiz va eshitmaydigan shaxslarda kuchliroq rivojlangan bo'ladi. Vaqt va makon idrokining o'ziga xosligi. Eshitmaydigan shaxslar vaqtni ko'proq vizual belgilar orqali anglaydilar. Masalan, soatga qarash, atrofdagilar harakatini aniqlash. Ta'lim jarayonida idrokning rivojlanishi yo'llari. Ko'rgazmali vositalar va vizual materiallar, rasm, video, grafik, taktil materiallar, teginish orqali ajratish, imo-ishora tili, lab orqali nutqni o'rganish mashqlari, diqqatni jamlash, tafsilotlarni aniqlash, guruhlash, taqqoslash, farqlash bo'yicha interaktiv topshiriqlar, individual yondashuv, har bir bolaning sezgi asosidagi idrok turini inobatga olish. Kompensator rivojlanish mexanizmi. Eshitish yo'qolganda boshqa sezgi organlari rivojlanadi, o'tkirroq bo'ladi. Ko'rish, teginish, harakat vositasida idrok qilishga o'rganiladi. Makon, idrok ko'rish, harakat orqali shakllanadi. Masalan, xona ichidagi yo'nalish, masofa, narsa, joy aloqasi ko'z orqali o'rganiladi. Ritm va tezlikni sezish, harakatlar yoki vizual signallar orqali aniqlanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning idrokiga o'ziga xos shakllanadi. Ular eshitish axborotining o'rnini ko'rish, teginish, harakat bilan to'ldiriladi. Ularning vizual, taktil idroklar kuchliroq bo'ladi. Ularning asosiy aloqa o'qitish, tushunish vositasiga aylanadi. To'g'ri pedagogik metodlar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv orqali bu shaxslarning idrok qobiliyatini samarali rivojlantirish mumkin. Uchinchi rejamiz o'quv faoliyatida sezgi va idrok xususiyatlarining ahamiyati. O'quv jarayoni insonning atrof muhitdagi axborotni qabul qilish, qayta ishlashi va unday yangi bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish asosida kechadi. Bu jarayonning asosiy negizi sezgi va idrok faoliyatidir. Sezgi bu tashqi olamdagi hodisa va narsalarning alohida sifatlarini sezgi organlari orqali aniqlash bo'lsa, idrok bu sifatlarning yaxlit holda ongda ifodalanishidir. O'quv faoliyatining samaradorligi aynan shu jarayonning qanday rivojlanganligiga bog'liq. Sezgi va idrok o'quv faoliyatining asosiy sifatida. O'quv faoliyatida bola yoki o'qituvchi axborotni oladi. Bu bosqich sezgi organlar orqali amalga oshiriladi. Ko'rish, eshitish, teginish va boshqa hodisalar. Obyektlar ajratiladi. O'rgatilayotgan materiallardan asosiy belgilarni farqlaydi, tushunadi va umumlashtiradi. Bu esa idrok jarayonining natijasidir. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalar hayvonlar rasmini ko'rib, ular shakli, rangiga qarab farqlasa, bu sezgi va idrokning faol ishtirokida sodir bo'ladi. Maxsus ta'limda sezgi va idrokning o'rni. Eshitish, ko'rish yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda sezgi va idrok faoliyatini rivojlantirish yanada katta ahamiyat kasb etadi.
Masalan, eshitmaydigan bolalar ko'rish, teginish orqali o'qitiladi. Ko'zi ojizlar teginish, eshitish, hid, sezgi orqali axborot oladi. Aqli zaiflar uchun konkret buyumlar, vizual yondashuvlar orqali idrokni kuchaytirish kerak. Bu sezgi turlarining o'quv jarayonida to'g'ri yondashuv orqali rivojlantirish ularda bilimning mustahkamlashida muhim omil bo'ladi. Pedagogik ishda sezgi va idrokning rivojlanish usullari. Quyidagi metodlar o'quv faoliyatida sezgi va idrokni rivojlantirishda xizmat qiladi. Ko'rgazmali vositalar: rasm, maket, video, tajriba. Sensorli o'yinlar: rang tanish, ta'm farqlash, faktura ajratish, tajriba asosida o'qitish, biologiya, fizika, texnologiya fanlar. Interfaol metodlar: rolli o'yinlar, testlar, didaktik materiallar, multimodal ta'limi, bir vaqtning o'zida ko'rish, eshitish va teginishga asoslangan yondashuvlar. Sezgi va idrokning rivojlantirishning ahamiyati: yangi bilimni tez va chuqur o'zlashtirish, mustaqil fikrlash va tushunchalarni shakllantirish, tushuncha, umumlashtirish, guruhlash kabi tafakkur operatsiyalarini rivojlantirish. Sezgi va idrok o'quv faoliyatining tabiiy, muqarrar va ajralmas asosida bo'lib, ular orqali faqat bilim olinadi, balki shaxsiy rivojlanish, ijtimoiylashuvi, tafakkur va dunyoqarash shakllanadi. Bu jihatdan ta'lim tizimi, ayniqsa maxsus ta'lim, sezgi-idrokining turli xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etilishi zarur. O'quv materiallarining mazmuni, metodikasi, didaktik vositalar ham idrok darajasi va turi bilan uzviy bog'langan bo'lishi kerak. Shunday yondashuvgina har bir o'quvchining imkoniyatlaridan maksimal darajada samarali foydalanish imkonini beradi. Bugungi mavzularimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.